Uyimda, do'konlarimda svet ko'p o'chyapti degan akalarimiz uchun tok ishlab chiqazuvchi dvijoklarimizni yangi partiyalari keldi. Hozir buni qisqacha ma'lumoti, narx-navosi bilan sizlarni tanishtiraman va kimda kim shunaqa tok ishlab chiqazuvchi dvijoklardan xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranga nomer qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib, optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tadigan dvijogim uyga hamda do'konlarga hamda novvoyxonalarga ishlatish uchun eng yaxshi hamda eng qulay hamda ekonomik variant bo'lgan 5 kilovattgacha maksimal tok chiqazib beradigan Rusmash firmani, rossiyskiy brend firmani dvijogini tanishtiraman. Xo'p, buni yoqilg'i turi hozir benzinli, hadavoyi benzin bo'lyapti akalar. Yoqilg'i turi benzinli bo'lgan modeli. Benzin baklarini ham ko'rib turibsizlar, splashnoy qilib katta qilib ishlangan 7 litrgacha benzin sig'adi hamda benzin obyomi ko'p siqqani bilan rasxodi juda ham ekonomik, chunki rasxod tomonlama ekonomik bo'lishini xo'p inobatga olib, karburatorlari original karburator qo'yilgan, shuni hisobiga benzin rasxodlari ancha ekonomik hamda benzinda juda ham kam rasxod qilib beradi. Bu degani 1 soatda yarim litrdan benzin rasxod qiladi akalar. Xo'p, undan keyin bu dvijogimizni yurishlari xohlaganlar uchun kalitda yuradi, xohlaganlar uchun zavodnoy orqali yurg'izib ishlatsanglar bo'ladi akalar. 220 tok chiqazib beradi. Bemalol ikkita rozetkadan foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari necha tok chiqazayotganini bu tomonda ko'rsatib ham berib turadigan datchiklargacha qo'yilgan. Akkumulyatorlarga ahamiyat beringlar. Oldingi partiyalardan ko'ra ancha katta hamda baquvvat akkumulyator qo'yilgan bo'ladi. Statorlar ham katta statorlardan qo'yilgan bo'ladi. Hamda bu dvijoklarni yana bitta ustun tomoni rossiyskiy brend firma bo'lganligi uchun boshqa dvijoklardan ustun tomoni bularda akalar ahamiyat beringlar. Mana moy datchigi uchun отдельный kabel tashab ketgan. Bularni o'zini ichida moy datchigi bo'ladi. Buni suqib qo'yib bemalol ishlataverasiz. Mabodo motorda o'zini moy kamaysa yoki suyulsa yoki moyni srogi o'tadigan bo'lsa, bu dvijok o'zi avtomatik o'chib, motorni zashta qiladi. Ancha-munchaga motori ketib qolmaydi. Buni shu tomonlama juda ham qulay qilib ishlangan model hisoblanadi. Va undan tashqari bitta qulay tomonini aytaman. Obmotkalari mis obmotka o'ralgan bo'ladi. Katta mis obmotkali motor qo'yilgan bo'ladi. Shuni hisobiga ancha yaxshi hamda aytilgan 5 kilovat tokni qo'ldan kelgancha yaxshi qilib chiqazib bera oladi akalar.